Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana yangi kameralarimiz keldi. Xafa bo'lishadigan kameramiz keldi. Bunga mana kranch deyiladi mana oyoqlari. Mana zarika qilgan nimalari, bu kamerasi mana. Hozir dalalarga, shiponlarga, tok bermaganlarga juda zo'rda bu. Birinchidan hali axlat to'kib ketgan musor joylar bo'lsa, shu kamerani qo'yib qo'yilsa, zapis qiladi. Keyin 4G sim karta bilan ishlaydi. Sim karta tushadi orqasiga mana. Orqasiga nima ham tushadi. Hozir chip ham tushadi. Buni qulayliklari bir marta zarika qilib qo'ysa 5 kun ketadi. Masalan, axlat to'kib ketgan yerlarga bo'lsa, bir musor tashlab ketganlarga bo'lsa, shiponlar, dalalar, maydonlarga zarika qilib olib qo'yib qo'yiladi. Onlayn orqali telefonda ko'rib tursa ham bo'ladi buni. Qaytarib ko'rib kuzatilaveradi. 5 kunga zarakasi yetadi. Bu juda zo'r. Ovozdan ham tiniq holat oladi. Megapikseli ham tiniq. Kachchasi zo'r. Bularni mana yopishtirib qo'ysam bo'ladi devorga deyapti. Mana bular bor. Oxirgi model. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Full HD formatda oladi.